Biz bugün Ağuz kompaniyasi tuzilish boshlagan plashatkada bosib turamiz. 2021 yılda ala birinci etapni 1200 bosh soğum sıyırga karusel qo'yib ishni oktyabr oyida tugallab süt soğunu boshlarga maqsad qo'ydilar. Biz rayonimiz bilan endi Ağuz kompaniyasına mijalar önüne kelib ishlay boshlaganina büyük rahmatlibiz. Bu proyekt 2023 yılda 2400 boshqa konечный sikl bo'lib bitecek. Onun programması 2 milyarddan ortiq bugün investitsiya qaralgan. İşga kelganda endi ala birinchi yer ishlarning ulushini tamomlab kanalizatsiya, навозонакопитель, сценарный tranşeyalarga plashatka hazırlaylar. Tuzilish uchun materiallar qo'yta boshladi. Kanalizatsiya uchun qo'yta bitti materiallar, armaturniy six tuzib ana ochib jiberdilar. Vagonный городок tuzila, stolовая, dushovoy tuzildi. Scenarный tranşeyalar uchun material qo'yta 3000 kubdan ortiq bugungi kunda endi pisok chiqarildi. Plashatkada ish qo'yni binalarga kelajakda endi o'ngishlar tilab, согласно дорожный карталар o'zlarining maqsadlarini vaqtida erishdilar deb ishonish bildirib qolasiz keladi. Еще одна погрузка лучше работает. Он должен быть инструкция на сверху. Да. Инструкция по отраслям должна быть.